Assalomu alaykum hurmatli insonlar. Mana shu adirga boqilish maqsadida chiqqanman men 2019-yili davlatda oldiga shu masalani qo'yganimda mana shu yerdan 2019-yil portalga yozganimda mana shu yerdan yer berdi. Mana shu kungacha mana shu yerga hovuz qildim mana. Setka bilan o'radim, plyonka soldim ichiga. Mashinada suv olib kelib sug'ordim. Mashinada 10 tonna suvni bu yerga oxirgi marta 100 mingdan olib chiqib berib turdi. 10 tonna suv menga bir haftaga yetib turdi. Mavsumda 3 oy suv ichadi xolos bu. Endi suvdan kam qilmadi bu yerdan uzun shilanga qilib olib ko'tarib yurib kechasida daraxtlarni ko'kartirdik. Kechasida qo'ydi haydashib yuboryapti. Mana shu yerda hozir mana qo'y tezaklari ham turibdi. Mana shu hozir ashi qo'ylar telesentrda yan bag'rilarida o'tlab yuribdi hozir. Sahar o'tib ketgan bu yerda. Endi mayli. Endi bu tomonga suv kelib qoldi. Suvni olib chiqamiz. Mana shu yerdan yangi boqilishni harakatida bo'lyapman. Shilankani rasxotini hisoblayman endi. Metrlagani chiqdim. Qadamlab o'lchab tushib ketaman past tomongacha mashadan mana. Boshladim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 mana oldin suv kelgan. Mana ashini qoldolari. Menga motoxondan suv kelgan. Bu yerda azbiz bilan montaj bo'lgan, uni chiqarib olib ketib o'g'irlab talon-taroj qilishib olgan. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mana bu yerda qo'yni qo'riqlash uchun, bog'ni qo'riqlash uchun it baqqanman mana. 2-3 ta itim bor edi. Ularni ham dorilab o'ldirib, hali otadiganlar kelsa mana shu yerda yovvoyi itlar bor deb, u pastga quvlab olib tushib turib, mana shu yerda ottirishib yuborgan ekan. Bu jinoyatlar uchun Alloh yanada javob beradi barchasiga. Hovuzlar teshganiga. Qarab 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83. Mana ko'chatni qoldi ular. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Mana shu hududgacha 100 bo'ldi mana. Hovuzdan mana shu yergacha 100 qadam bo'ldi. 10 metrga adashgan bo'lishim mumkin.